Kimda shunaqa bo'ldi? Men qildim. Men ham qildim. Yaxshi. Ha. Bilasizlarmi, ertaga maktabga bormas ekanmiz. Kanikul ekan. Nega bunday hazillashasan? Nega Hazillik unchalik kulgili emas. Yoqmas. Bilasizlarmi, adam etishlar bo'yicha 11-sinf bo'la turib, senga o'xshab yozishni bilmas ekanman. Bunday emas. Yoki maktabga borgisi kelmas ekanman. Ha, topdim. Kitob mayli, papkasini ham olib bormas ekanman. Yoki umuman bormas ekanman, a? Shunaqami? Yo'q, unday emas. Har xil odamlarni tanimas ekan. Men hammasini taniyman. Ishon. Rostdanmi? PUBG'dan tanishing kerak. To'ppa to'g'ri. Rostdan. Chingizxon Mo'g'ullar imperiyasi boshlig'i bo'lgan. Tarixdagi eng katta quruqligini egallagan. Voy, bilankan. Hanga, nahotki? Ha, endi ishondinglarmi? Alisher Navoiy o'zbek adabiyotining asoschilaridan biri. Men ham o'qigandim. Ha, ular 1441-yilda tug'ilib, 1501-yilda vafot etganlar. Sen ham bilasanmi? Bilamiz-da. Albatta. Yuriy Gagarin kosmosga uchgan birinchi inson. 1961-yilda. Ha, bu ajoyib ma'lumot bo'ldi. Ha. Voy. Bu nimani to'shyapti? Axir uyda hech kim yo'q-ku. Yana bizni tarixiy sonlar eslab kelgan bo'lmasin-da. Bu nima degani? Axir ular o'lib ketgan-ku. Ana uni qaranglar. Voy, Axir bu mushuk ekan-ku. voy, qo'rqib ketdim. Men aytmaysanmi? Yuragim yorillaydi. Yuragim bor ekanda. Ayt.